o'ttiz yoshdan keyin mazza ekan u qizlar, aytmaysizlar ham, haqiqiy hayot 30dan keyin boshlanar ekan-ku. Ungacha ruxsat so'ra. Qayergadir borish uchun uyda 2 kun itday uborka qil, ruxsat ol. Yerdan so'ra, qaynonadan so'ra, qindidan so'ra, bolalaringni joyla. 30dan keyin bola chaqarni qaynota-qaynotasiga tashlab, yerni kursga qo'yib, mazza qilib yursa bo'lar ekan-ku. 40dan keyin bilmadim qanaqa yozib yuboringlar. Atak 30dan keyin hech kim bilan ishing bo'lmaydi. Kimdirga yoqishga harakat qilmaysan. O'rtoqlaring g'iybat qilsa ham vashshe farqi bo'lmay qolar ekan bor-ku. Tak что haqiqiy hayot 30 plyus ekan. To'g'rimi? Nima dedinglar? Mana hozir ham Revzomi rezortga kelganmiz. Kichkinamga xo'jayinim qarab turibdilar, kattalarim oyijon bilan Adajonda. O'zim maza qilib mana ko'rib turgan videolarga tushib, aylanib, toza havodan nafas olib, hozir basseyniga boraman. Hozir shvedskiy stol ujinidan chiqdim. Keyin xohlasam har xil, короче, turetskiy, finskiy har xil hammomlari bor ekan. Maza qilib dam olyapmiz. Tak что 30 plyuslar kelib borishlik joyi ekanlar ekan.